Assalomu alaykum. Hozir sizlarga smmchu.com saytidan ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Bu juda ham sodda. Kirganlaringda mana shunday yozuv chiqadi. Bu yer inglizcha, ko'pchilik tushunmayapti inglizcha bo'lganligi uchun. Buning uchun tilni o'zgartirib olishdan boshlaymiz. Eng tepadagi burchakda 3 chiziqchani bosamiz o'ng tarafda. Bu yerdan mana eng pastida N yozuvi turibdi, inglizcha, English yozuvi. Bunga bossanglar o'zbekcha chiqadi. O'zbekchaga bosasizlar va sizlarga o'zbekcha menyu chiqadi. Endi qiladigan ishinglar ro'yxatdan o'tish. Akkauntlaring yo'q, demak ro'yxatdan o'tishdan boshlaysiz. Ro'yxatdan o'tishga bosamiz va bu yerga foydalanuvchi nomi, ya'ni username, email, telefon va parolni 2 marta yozish va men qoidalarni o'qib chiqdim. Xizmat shartlarini o'qib chiqishinglar mumkin. Ptichka qo'yasizlar va ro'yxatdan o'tasizlar. Demak, biz boshladik. Hozir mana Zulfiqor deb yozaman va emailga ikki qilib yozaman. Bu yerga raqam yozasizlar. Men hozircha shunchaki raqam yozib qo'ydim. Bu yerga istagan parolinglarni yozasizlar. Misol uchun parolda raqam va harflarni ishlatsalaring yaxshi bo'ladi. O'qib chiqdim va ro'yxatdan o'tishga bosaman. Parol 8 ta bo'lishi kerak, deyapti. Biz hozir 4 ta 6 ta yozdik. 2 ta nima qo'shib qo'yamiz va ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Bu yerda captcha chiqadi. Inson ekanligingizni tasdiqlang degan va bu yerga bosamiz. Foydalanuvchi nomi allaqachon mavjud deyapti. Bu ro'yxatdan o'tgan, ya'ni o'zimning ismim Zulfiqor bo'lganligi uchun bunaqa akkaunt bor. Demak, buni sizlar harf qo'shib qo'yishinglar mumkin. 1995 qilib qo'yamiz mana. Zulfiqor 1995 va parolga 95 va buni ptichka qo'yamiz va ro'yxatdan o'tamiz. Men insonmanni bosamiz, captcha tasdiqlaydi. Va ro'yxatdan o'tdik, mana kirdik saytga. Agar saytga kirmaydigan bo'lsa, ro'yxatdan o'tlaring deb kirishga chiqib qoladigan bo'lsa, sizlar xuddi o'sha kirish qismida registratsiyada nima yozgan bo'lsalaring, ya'ni username va parolni yozib kirishinglar mumkin. Mana shundan iborat ro'yxatdan o'tish.